yo'lovchilari Surxondaryo viloyat M39 trassa Toshkentdan kelib, Andijonga ketishga mana 70 yo'l belgisi turibdi. Yo'l belgidan 400-500 metr nariroqqa stolga radar turibdi. Bu radar qonuniy qo'yilgan, bu ishorani yo'lgini ko'rgan fuqarolar haqiqatan M39 trassaga radar qo'yilgan ekan 70 ga deydi-da. Keladigan masofalar cheklab, o'sha aholi yashash joyidan sekinlab o'tadi. Undan o'tgandan keyin tezlik navigatorga yuz ko'rsatiladi. Undan ketib bo'lgandan keyin radar bo'lsa, yana tezlikka qarab amal qiladi. Men o'sha tezlikka amal harakatlanib kelaman. Bu videoni chiqarishimdan maqsad O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Surxondaryo viloyat yo'l patrul xizmat jamoat nazoratini tartibini saqlovchi udini o'sha obilgani boshlig'iga o'sha radarlarni kontrol qiladigan mutaxassisga jo'natmoqchi. Bundan foydalanib xalqimizni ertaga xalq bilan davlatni o'rtasida kelib chiqayotgan nizolarni bartaraf qilish uchun va o'zimni haq huquqimni himoya qilish uchun shu videoni chiqaryapman. Buni ko'rib o'zlaringiz e'tibor berasiz. Mana o'sha 70 ta qo'yilgandan keyin Surxondaryo viloyat Sherobod tuman Oltibaqa mahallasida qo'yilgan radar, qonuniy qo'yilgan radar stolga radarga 5 metrlik peshko'tdir. Bu o'sha znak mana radarga ogohlantiruvchi belgilar to'g'ri keladi qonunga. Men bu videoni chiqarishimdan maqsad men kecha narigi betga aholi yashash punkti tugagandan keyin 70 lik joyga 60 dan o'tib radarga tushganman. Men bundan noroziman. Bular shu radarni nimaga qo'ymaydi? O'sha qo'ygan radariga ogohlantiruvchi belgi qo'ymaydi. Bu ogohlantiruvchi belgi shu radar uchun qo'yilgan. Endi narigi betga o'tamiz. Shu radarning ogohlantiruvchi belgisi bor. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib boringlar, hurmatli shofyorlar, xalqim. Biz hali haqqimizni birovga yedirib qo'yayotgan odam emasmiz. Haqqimizni talab qilishimiz kerak. Bu radarni ishlab chiqarganlarni tomiriga bo'nta qo'yishimiz kerak. Maqsadimiz shu. Xalqimiz chiroyli yashasin, chiroyli yursin ko'chalarga. Bu radar qo'yib, radar bilan bo'ladigan avtohalokatlarni oldini olib bo'lmaydi. Ajal to'lgan odam radarsizdan bez radar ham o'ladi. Narigi betda olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu radar muammosi hozirgi bo'lgan holat. Mana shu znak o'sha Oltinbahodagi o'rtaga aholi yashaydigan joyga peshko'tni oldiga qo'yilgan radarni bordiq ogohlantiruvchi belgi bu belgi. Bu Termizdan Toshkentga ketish. Hozir bu muammoni aytib o'tdim. Endi bularni kechqurun qo'yadigan boshlangan radari bor. Dehqonchasiga aytganda o'g'rini qaroqchi urdi. Qaroqchini ham o'g'ri urdi degan masala bo'lyapti-da. Bular xalqqa o'sha qo'yadigan radarini ammoga oshkor qilmayapti. Ba'zi bir bilmagan holatda shofyorlar, taksichilar kirakash bechara ro'zg'orini boqaman deb, hozirgi vaqtda shu oylarda maktab formaga pul ishlayman, farzandlarimni qornini to'yg'izaman deb lizingga mashina, avtokreditga mashina olib, qarz olib o'sha mashina haydab kunimni ko'raman deb yurgan shofyorlarni nonini yarimta qilish uchun qo'yiladigan radar deb o'ylayman bu. Hozir o'sha radar qo'yilgan joyni men tasvirga olib ko'rsataman. Ko'chiring. Hurmatli vatandoshlar, mana aholi yashash punkti. Mana o'sha radarimiz xira-shira ko'rinadi. Mana aholi yashash punkti. O'sha noqonuniy qo'yadigan radarini qo'yadigan aqlli kalla o'shani boshiga turgan rahbarga meni gapimda. Bu radar mana aholiga kelmasdan 1 kilometr 500 metr naridan ogohlantirish uchun qo'yilish kerak. Undan oldin yo'l belgi berish kerak. Bu aqlli kallani radarni qo'ygan joyini qarang. Aholi yashab turadigan joydan o'tgandan keyin Tubaqildan bir ajali to'lgan bo'lsa, shu yerdan o'tadigan bo'lsa, o'sha mashin urib bo'ldi. O'lib bo'lgandan keyin urib o'ldirgan mashin tushmaydi. Unidan keladigan mashin tushadi bu radarga. Urib o'ldirgan mashin umuman tushmaydi. Birinchidan, ikkinchidan sizlarga bitta savolda. Sen qaysing odamzodga jon ato qilgansan, jonini odam oladi deb o'ylaysan. Bu jonni Alloh bergan, Alloh oladi. Sen radar qo'yasanmi, qo'ymaysanmi?
Shu bugun masalan men aytaman bugun Allohning elchisi sifatida Toshkent ketyapti. Bir to'da Surxondaryoni mashina. Klient olgan ish bilan dam olishga, o'qishga. Shuning ichidan ajali to'lgan bo'lsa, 10 tasi o'ldi deng. Qani shuni 10 tasini sen o'limni olib qolasanmi? Radar qo'yib, o'limni olib qolasanmi? Yo radar qo'yib bir falokatni oldini olanasanmi? Allohning radaridan qo'rq. Mutasaddi rahbarlar, Allohning radaridan qo'rq. Allohning radariga tushib qolma. Men mana shu bugun shu radarga pulni to'layman, to'lamayman emas. Lekin 4 ta balamni rizqini yulib olib senlarga norozi bo'lib to'layman. Xudoyjon xudo deyman. O'sha radarni qo'ygan bilan radarni qo'ydirganda ballarini emas. O'sha xalqni norozi qilib oladigan pul kapaniga ishlatsin. 24 metrmi, 30 metrmi kapaniga ishlatsin. Men shu narsani aytaman. Menga o'tib ketgandan keyin aytaman. Undan ko'ra xalqni ish bilan ta'minlab qo'y. Senlar borga xalqni ish bilan ta'minla. Senlar radar biznes, molga pasport biznes, xalq ustiga har qanday qonunda ana ichib kayf bilan o'ylab chiqarmadi. Senlar xalqqa managa Surxondaryoga, O'zbekistonga 12 ta viloyatga zavod, fabrika qurib ber. Xalqning sherga ishlasin. Eshitib qo'y, xalqning sherga ishlasin. Xalqning Belorusiyaga, Amerikaga, Xitoyga, Yevropaga, Rossiyaga qul bo'lmasin. Qullar davlatini yaratmasin. Sen bir ilmi bor, g'oyasi bor farzandlar o'sish kerak bu O'zbekistonga. Hurmatingni bil, hamma ertaga borga hammang o'lasan. Meni radarga tushirib olsang ham, mendan boshqa va hokozani tushirib olsang ham o'lasan. Mana shu aholi yashash punktida bilib qo'yaylikda. Radaring turibdi shaqa. U radaring qonuniy yo'l belgilari ham bor, radar bor degan belgilar. Lekin aholi yashash punktidan o'tgandan keyin 500 metrga sendan xalq taladigan qaroqchi radar qo'yapsan. Buning uchun javob berasan. Hurmatli vatandoshlar, yo kechadan oldingi tushganman shu radarga. Mana meni mashinam. Men Xudodan qo'rqaman, men bandasidan qo'rqmayman. Mana aholi yashash punktidan 400-500 metr bu yoqqa o'tkazib, mana shu yerga radar qo'ygan. Mana shu yerga. Ularning maqsadi xalq ish bilan ta'minlash emas. Ularning maqsadi o'sha bechara xalq miskinlar yiqqan pulini ularga to'lash kerak. Ular ishlamay, peshona terini oqizmay, qora mehnat qilmay, xalq bitta ishlagan pulini olish kerak. Ular maqsadi shu. Bu radar men uchun noqonuniy. Qolgan odamni bilmadim. Men shu Xudoning bandasi ekanman. Men uchun bu noqonuniy. Meni fikrim to'g'ri, sog'lom fikrim. Qonuniy radar orqaga qo'yib ketdi, ko'rsatinglar. Orqaga qo'yib ketdi. Agar mana shu radaring qonuniy bo'lsa, sen mana shu aholi yashash punktidan 500 metr nariga biz o'sha radar qo'yamiz, aholi ogoh bo'ling deb belgi bildirardi. Bu belgini sen qo'ymaysan, chunki deganga sen qopqoningga ular keyin tushmay qoladi. Qopqoningga bir tushdim men sen nardi, qaytib tushmayman. 27 yil haydovchilik qilib mana shu yo'l men radarga tushdim. Meni nervim chiqayotgani borki, men 4 ta balamni rizqini bolalarimga maktab forma beraman deb ishlab yurdim. Shu rizqni senlarga beryapman. Mana shu bergan pulim, mana shu rizqim, mana shu pul mana. 210 ming seni jig'ildoningda teshib chiqsan mana 210 ming olib borib to'layman. 206 ming chiqib kelgan ekan. Jig'ildoningdan o'tmasin. Shu pulni yanagi oyga agar Xudo Allohim bir menga ham bir siylay rahim qilsa, yanagi oyga so'rakoy yerga radar qo'ygan. Qaysing bo'lsang, hammangda aytmayman. Kim boshingga turgan bitta odaming bor. 7.40 ga ishlat mana shu pulni. Men bankka taylayman hozir 7.40 ga ishlat. Bo'ldi, ilohim amin. Allohga soldim. Ballaringga emas, o'zingni Allohga soldim.